Hammaga salom, aziz do'stlar. Bu videoda biz Apply of Fortune o'yinini o'ynaymiz. Men bu signalli vatkadan foydalanaman. Men u bilan allaqachon pul ishlab topganman. Yaqinda men taxminan 1 soat, taxminan $400 ga o'ynadim. Balansimga qarang. Men sizga hozir qanday ishlashini va undan qanday qilib pul ishlashingiz mumkinligini ko'rsataman. Demak, men unga otaman. Aytgancha, mana u, mana uning nomi. Siz uni bu yerda, yuqorida topishingiz mumkin. Men signal olish tugmasini bosaman. Platformani tanlayman. Men odatda mana shu win-winni tanlayman va hozir sizga tezda ro'yxatdan otishni ko'rsataman. Ya'ni bu botda qanday tez ro'yxatdan otib, pul ishlashni boshlash mumkin. Ya'ni ismimizni kiritamiz, keyin familiyamizni. Keyin manzilingizni, elektron pochtangizni va eng muhimi, VIP 4213 promo kodini kiriting. Ya'ni usiz bot ishlamaydi va u sizga juda ko'p bonuslar beradi. Mana promokod. Men hozir yangi hisob qaydnomasini ro'yxatdan o'tkazaman va qaytib kelaman. Xo'sh, do'stlar, men qaytib keldim. Balansimni $10 ga to'ldirdim. Aynan $10 dan boshlashni tavsiya qilaman. Va shuning uchun men signalni qabul qilish uchun yana botga otaman. Platformani tanlayman va birinchi signal allaqachon yaratilgan. Endi men bunga pul tikaman va pul ishlayman. Xo'sh, qarang, bu menda bor signal. Va endi men uni olib uning orqasidan takrorlayman. Hop, yana ikkita katakcha. Ulardan to'rttasi bor, ha do'stlar. Va qarang, men bitta signaldan $15 ishlab topdim. Ya'ni umuman olganda yaxshilar. Natijalar. Siz bilan yana bir signal olishimga ijozat bering. Men ham unga pul tikaman. Xo'sh, yana men buni siz bilan oldim. Men hozir shunchaki pul tikyapman. Va men yana biroz kamroq pul topdim, lekin baribir $7 hozircha xatosiz. Va mana men yana sizlar bilan birgalikda ushbu signalni bosyapman. Xo'p, mayli, albatta bu mening shaxsiy signalim hisoblanadi. Va men buni shunga asoslayman. Va oxirgisi qoldi. Ha, men hamma narsani umuman olganda juda yaxshi qabul qildim. Bu qiyin emas, ancha oson. Sizdan allaqachon 3 ta yoki 4 ta signal oldim va ularning barchasi juda yaxshi otdi. Lekin ba'zida mag'lubiyatlar bo'lgani kabi. Bu ham normal holat, lekin g'alabalar har doim kattaroq bo'ladi. Shuning uchun siz shunchaki oldinga intilishingiz kerak va hamma narsa kerak bo'lganidek bo'ladi. Yaxshi. Juda ajoyib. Yana bir holti bor, do'stlar, men. Holtida $20 ishlab topdim. Jin ursin, bu umuman yomon emas. Men bu pulni allaqachon yechib olishim mumkin, lekin daromad olishda davom etmoqchiman. Va men keyingi signal kabi bosaman. Hop, bu mening signalim. Men uni yana kiyib, yana olaman. Hamma narsa juda oddiy, hamma narsa mukammal ishlaydi. Men hali ham yolg'izman. Ehtimol men uni olib hammasini birlashtiraman. Bu juda oddiy. Va shuning uchun bu mening signalim. Birinchi, ikkinchi, yana bittasi va yana bittasi. Hammasi mutlaqo aniq. Yana eshityapman. Oxirgi signalni eshitay. Umid qilamanki, uzoq bo'ladi. Xo'sh, bu signal prinsipial jihatdan ishlaydi. Keling, uni sozlab beray. 2 va yana bir tabla. 2 yana bir bor ayting. Men do'stlarimni qabul qilaman. Hammasi ajoyib. Umuman olganda men $70 dan $70, $75 ishlab topa oldim. Bu video uchun yomon emas, ayniqsa u atigi 3 daqiqa davom etganini hisobga olsak. Do'stlar, men uni shu yerda qoldiraman. U bepul. Har kim pul ishlashni boshlashi mumkin. Hammaga xayr.